To'ldirilgan bak bilan imkon qadar ko'proq kilometr bosishni kim istamaydi deysiz? Ogle karbyuratori. Bugungi kunda karbyuratorlar asosan faqat eski avtomobillarda uchraydi. Hozirda ichki yonish dvigatellarini quvvatlantirish uchun ularning o'rnini injektorlar egallagan. Ammo hattoki ular ham mexanik Tom Oglening hujjatlashtirilgan ixtirosi oldida ip yecholmay qoladi. 1970-yillarda bu ixtirochi biz haligacha muqobilini uchratmagan karbyuratorni ixtiro qiladi. Biroq bugungi kunda gaz va neft kompaniyalarining bozordagi monopoliyasi sababli bu ixtiro bedarak yo'qolgan hisoblanadi. Chunki Ogle karbyuratorida 1 litr benzin bilan 48 kilometr yo'l bosish mumkin edi. Litsenziyalashtirish bilan bog'liq muammolar ixtironi g'ildiragiga cho'p tiqdi va karbyurator hech qachon ommaviy ishlab chiqarilishga tatbiq etilmadi. Afsuski, Ogle o'z qurilmasi haqidagi ma'lumotlarni o'zi bilan qabrga olib ketdi.